Namozga. Matbuot anjumanimiz davom etadi. Endi jurnalistlar bilan muloqotda OKMK jamoasi bosh murabbiyi Mirjalol Qosimov. Bolalar, avvalo dramatik tarzdagi g'alaba bilan muborakbod etamiz. Rahmat. O'yinga bo'lgan sizning munosabatingiz ichingizdan nimalar o'tdi, nimalar qo'ydi? Avvalambor assalomu alaykum. Avvalambor muxlislarimizga minnatdorchilik bildirmoqchi edim. O'zimizga ham, Andijon muxlislariga ham ajoyib muhit bo'ldi, ajoyib o'yin bo'ldi, asabiy o'yin bo'ldi. O'zimni jamoamga keladigan bo'lsam, qolaversa yigitlarga ham, shogirdlarimga ham minnatdorchilik bildirib qo'yaman. Yutqizgan taqdirda ham yigitlarga urushmas edim. Futbolda bo'lib turadigan narsa nimaki, birinchi bo'limda yomon o'yin ko'rsatganimiz yo'q. O'yinni yaxshi boshladi, to'p nazorati ham uzadi edi. Qolaversa Xurshid gol urdi. Lekin mana shunaqa futbolda kuryozniy vaziyatlar tez-tez uchrab turadi. Albatta yana bir bor yigitlarga minnatdorchilik bildiraman. O'sha Dilshotni poddershka qilib, qo'llab-quvvatlab, yanada 2 barobar harakat qilishdi. O'shaning uchun ham mana shu kuryozniy birinchi golda hayajon bo'ldimi? Hech ham chiqish kerak emas edi. O'zbeklarda gap bor-ku, ikkita odam talashayotganda, urushayotganda uchinchisi tiqilmaydi. Shunaqa vaziyat edi. Ikkinchi golda o'zingizlar ham ko'rdinglar. Uchinchi gol ham blижний. Bu bizani o'rgatishgan blижний, bu Varatar xatosi. Lekin shunga qaramasdan turib aytaman, kuch topa oladi va yana o'sha Ali bilan bo'lgan holat, bu ham opit. Shunga qaramasdan turib borini berib yigitlar o'ynashdi, bu boshqa narsani nima haqli ravishda deb o'ylayman. 3 ochkoga g'alabaga erishdi. Andijon jamoasiga keyingi o'yinlarda omad tilab qolaman. Rahmat. Qanaqa savollar yo'qmi? Savol. Marhamat. Jangovar Ukraina bo'ldi, hisob uruvchida. Voqealar keskin o'zgardi, o'yinni 4 uchun yakunlandi. Siz o'shanda o'yin shunday holat bo'lishini qancha o'ylagandingiz yoki siz uchun bir surpriz bo'ldi, kutmaganmidingiz deb o'ylayman. Bu masala yo'q, futbolda hamma narsa bo'lishi mumkin. O'shaning uchun futbol butun dunyo yaxshi ko'radigan eng birinchi ommaviy sport. Bunda juda ko'p narsalar bo'lib turadi. Menga o'sha shijoat, oxirigacha kurashish aytaman. Agarda yutqizishganda ham yigitlarni unaqa urishmaslik. Lekin qo'ynimni bir chekkasida albatta u yutish emas, gol urish edi-da. Tezroq ursa nechaga ham imkon bo'lardi. Allohga ming qatla shukr, mehnatga yarasha, harakatga, dilga yarasha Alloh mukofotladi. Shu avvalambor Allohga ming qatla shukr. Shu savollar tugadimi? Rahmat. Yana bir marta g'alaba.